Nafs tarbiyasi, tazkiyatun nafs silsila darslarimizdan bugun birodarlar yangi mavzuni boshlaymiz. Bu as-siqo, ishonch manzilati. Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhuning hadisi. U kishi aytadi: "Sa'altu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam an sunnatihi." Men Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan u kishining sunnat haqida so'radim. Bas shunda Rasululloh dedilar: "Al-ma'rifatu ra'su mali." Ma'rifat mening sarmoyam. Wal aqlu aslu dini. Aql dinimning asli. Wal hubbu asasi. Muhabbat asosim. Wash shawqu markabi. Shawq ulovim. Va zikrullohi anisi. Allohning zikri mening anisim, ya'ni meni tasalliyim. Vas-siqatu kanzi. Ishonch mening xazinam. Val huznu rafiqi. G'am yo'ldoshim. Val ilmu silahi. Ilm qurolim. Was-sabru ridai. Sabr libosim. Val rido g'animati. Rozilik yutug'im, g'animam. Val ajzu fakhri. Ojizligim, bandaligim mening faxrim. Va zuhdu hirfati. Zohidlik kasb-u hunarim. Val yaqinu quvvati. Yaqin, ya'ni ishonch mening quvvatim. Va sidqu shafi'i. Rozgo'ylik shafoatchim. Va ta'atu hubbi. Itoat muhabbatim. Val jihadu xuluqi. Jihad mening xulqim. Va qurratu ayni fi solah. Va namoz ko'zimning quvonchi. Demak, vas-siqatu kanzi. As-siqo, Allohga bo'lgan ishonchim mening xazinam. Bu ishonch manzilati, birodarlar, mislsiz xazina. Ishonch mislsiz xazina. Bu xazinani dunyoni boyligi bilan o'lchab bo'lmaydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning biz aytgan yuqoridagi hadislari mana shu narsaga ishora qiladi. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Zuhd mening kasbim, hunarim, ishim." Zuhd insonning qalbini dunyodan behojat bo'lishligi. Ya'ni bu degani dunyodan voz kechib olish, masjidga yotib olish, uylanmaslik, pul topmaslik, kasb-korni tark qilishlik emas. Bu narsalarda hammasini qiladi mo'min, faqat bu narsalar mo'minning qalbini egallamaydi. Mana payg'ambarimizning keyingi hadisidan bu narsani yaxshiroq tushunib olsak bo'ladi. Rasululloh aytadilar, Abu Zar G'iforiy roziyallohu anhudan keltirilgan hadisda: "Laysa az-zahadatu fi dunya bi tahrimil halali va la fi izatil mal." Dunyodagi zohidlik halolni harom qilishlik bilan yoki molni zoyi qilishlik bilan bo'lmaydi. Zohidlik degani muboh bo'lgan, halol bo'lgan dunyo ne'matlarini o'ziga harom deb olishlik bu zohidlik emas. Yoki moli mulkini sarflab shunday gaday bo'lib ketishlik bu zohidlik emas. Valakiniz zahadatu fi dunya an la takuna bima fi yadayka awthaqa minka fima fi yadillah. Juda ham nozik narsa. Dunyodagi zohidlik biz hozir aytgan narsalar emas. Rasululloh dunyodan behojat bo'lish, dunyodan zohid bo'lish deganda nima nazarda tutyaptilar? Rasululloh aytibdilar, dunyodagi zohidlik Allohning qo'lidagi narsadan ko'ra o'zingning qo'lingdagi narsa sen uchun ishonchliroq bo'lmasligi. Allohning qo'lidagi narsadan ko'ra o'zingning qo'lingdagi narsa sen uchun ishonchliroq bo'lmasligi. Ya'ni o'zingning qo'lingda turgan puling, o'zingning qo'lingda turgan imkoniyatingga ishonganingdan ko'ra Allohni senga va'da qilgan narsasiga ko'proq ishonayotgan bo'lsang, demak sen zohid insonsan. Ma'qulmi? Cheklarni olib qo'ydim, o'g'illarga uyni solib qo'ydim. Endi ularning kelajagi zo'r bo'ladi. Yana ularni hammasiga yaxshigina bir meros qoldiryapman deb turib, xotirjam bo'lmaysan. O'zingni qilib qo'ygan qo'lingdagi naq narsang bilan balki aytasan, inshaalloh farzandlarimni Allohga omonat qilganman, halol haromni tanitganman, Allohni tanitganman,
iymon bilan yashash kerakligini o'rgatganman. Inshaalloh kelajagi yaxshi bo'ladi desang, demak sen zohid ekansan. Tushunarlimi? O'zingni qo'lingdagi narsaga bo'lgan ishonchingdan ko'ra Allohning beradigan narsasi, Allohning qo'lidagi, Allohning va'dasiga ko'proq ishonishing. Bu juda ham katta manzilat, bu juda ham qimmat martaba. Agar mana shu martabaga, mana shu manzilatga yetgan bo'lsangiz, sizdan xotirjam odam bo'lmaydi va sizni hamma muammoingiz Alloh subhanahu va taoloning zimmasida bo'ladi. Rasululloh aytdilar: "As-siqatu kanzi." As-siqa, ishonch mening xazinam. Ya'ni Allohga bo'lgan ishonchim. Eng boy odam bo'lishni xohlasang, eng xotirjam odam bo'lishni xohlasang, o'zingni qo'lingdagi narsaga bo'lgan ishonchingdan ko'ra Allohning qo'lidagi narsaga ishonching kuchliroq bo'lishi kerak. Demak, ishonch, as-siqa iymonning mevasi, ma'rifatning mevasi. Allohni tanisang, albatta unga ishonasan. Allohni tanisang, Allohga suyanasan. Bizni zamonamizdagi ham, avvalgi zamondagi va bundan keyin keladigan odamlarning muammosi ayni mana shu masalada. Allohga bo'lgan ishonchi zaif. Mana shu masalada odamlar biri ikkinchisidan farqlanadi. Tushunarlimi? Kimdir ishonchi qattiq, ishonchi kuchli, xotirjam turadi, Allohda aytgani bo'ladi deydi. Yana bitta odam xuddi shu gapni aytadi, Allohda aytgani bo'ladi-yu, vahimada turadi. Qo'rqib turadi. Nima bo'lar ekan deb. Musa alayhissalom. Alloh azza va jalla mana Musa alayhissalom qissasini siz bilan bizga Qur'onda bayon qiladi. Xullas, Fir'avn tush ko'rdi. Tushida ana shu Banu Isroildan bo'lgan bir chaqaloq tug'ilar ekan va shu chaqaloq uning saltanatini yo'q bo'lishiga sabab bo'lar ekan. Muammoni yechimi oson, hukm qildi. Banu Isroildan tug'ilgan har bitta o'g'il chaqaloq so'yilsin. Haqiqatan so'yildi. Yuzlab, minglab begunoh chaqaloqlar so'yildi. Ya'ni o'zini quvvatiga ishonyapti. Shu muammoni hal qilishlikka aqli yetyapti, o'ziga ishonyapti. Mana endi Musa alayhissalomning onasi homilador edi, dunyoga keltirdi, tug'di Musa alayhissalomni. Mana endi agar bolasi bilan qolsa, albatta bir xufiyalar yetkazadi xabarni, topishadi, kelib qatl qilishi aniq. Bolasini o'ldirishi aniq. Shunda Alloh taolo shu holatni siz bilan bizga hikoya qilib aytadi. Astagfirullah. Va auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Fa idha khifti alayhi fa'alqihi fil yam. Biz Musoning onasiga vahiy qildikki, uni emiza bergan. Bas qachon qo'rqsang, fa'alqihi fil yam, uni daryoga tashlagin. Wala tahafi wala tahzani. Qo'rqmagin, qayg'urmagin, zero biz senga uni qaytarib berguchidirmiz va payg'ambarlardan qilguchidirmiz. Fa'alqihi fil yam va la takhafi va la tahzani inna radduhu ilayki va ja'iluhu minal mursalin. Bu yerdagi vahiy qildik degani ilhom berdik degani. Alloh azza va jalla Musa alayhisalomning onasini qalbiga shunday bir siqo, ishonchni joylab qo'ydiki, shu ishonchni ato qilib qo'ydiki, bolasini daryoga solib oqizib yubordi. G'arib kalima, agar bolangni o'lib qolishidan qo'rqsang, suvga solib oqizib yubor. Millionta ayolga shu narsani aytingchi, bittasi quloq solib xo'p demikin. O'zi o'lishidan qo'rqib ehtiyot qilib turibdi. O'lib qolishidan, o'ldirib qo'yishidan qo'rqib turibdi. Endi bizni aqllarimizga solib ko'radigan bo'lsak, daryoga solib oqizib yuborsa, u Nil o'lishligi 100%. Agar hozirda millionta ayolga shunaqa deb aytsangiz, hech qaysi quloq solmaydi. Lekin Musa alayhisalomning onasi shunday qildi. O'sha sevatmidi, qaysidir idishga soldi, suvga solib oqizib yubordi. Nima uchun Musa alayhisalom onasi bunday qila oldi? Alloh taolo uning qalbiga solgan va Alloh taoloning saqlashiga bo'lgan ishonchi, as-siqa. Ishonch sababli. Fa idha khifti alayhi fa'alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki va ja'iluhu minal mursalin.
Bas qachon qo'rqsang, uni daryoga tashla, qo'rqma, qaytarib beraman, yana payg'ambar qilaman. Faraz qiling, samolyotda uchib ketyapsiz, 8000, 10000 metr balandlikda. Tezligi soatiga 800 kilometrda uchib ketyapti. Shunda sizga ana shu pilotlardan bittasi kelib, eshikni ochib, "Mana tashqariga sakiring" dedi. Sizni borib tushadigan joyingizni hisob-kitob qilib aniqlab qo'yganmiz. Siz borib tushadigan joyga qalin, yumshoq materialdan solib qo'yganmiz. Ana shu yerga tushganingizda zarbani shu material o'ziga oladi, tirik qolasiz. Sakiring. Desa sakiraysizmi? Rost aytayotgan bo'lishi ham mumkin. Lekin bari ishonmaysizda, Xudo biladi. Daraxtga lashmasamchi? Yo'q deysiz. Endi parashyutchilarni qarang. U ham bir 3-4 kilometr tepaga ko'tariladi, eshikni ochadi, shap irg'iydi u. Nimaga irg'iydi u ikkilanmasdan? As-siqo, ishonch bor. Chunki yelkasiga ilib olgan parashyuti ilmiy tajribalarda o'tkazilgan, ko'p marta sinalgan. Bu parashyut ishonchli ekanligi takror isbotlangan. Undan tashqari parashyutni o'zi tahlagan. Shuning uchun qo'rqmasdan irg'iydi. Nima bor? As-siqo, ishonch bor. Tortganida ip uzilib ketsa-chi, ming xil shubha nima qiladi sizni? Ko'ryapsizmi muammo nimada? Muammo ishonchning zaifligida. Shubhali puldan qachon voz kecha olasiz? Qachonki shundan voz kechsam, Alloh menga undan yaxshirog'ini beradi degan ishonchingiz bo'lsa, as-siqo bo'lsa. Harom amalni qachon tashlaysiz? Harom amaldan qachon tiyila olasiz? Agar shuni tark qilmasangiz, Alloh sizga g'azab qilishiga aniq ishonsangiz. Agar Alloh g'azab qilsa, aniq xor bo'lishingizga ishonsangiz. Yana ishonch. Qachon zolimga yordam berishdan o'zingizni saqlaysiz? Qachonki kim zolimga yordam bersa, mana shu zolimning birinchi qurboni o'zi bo'lishiga aniq ishonsa. Ma'qulmi? Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadi: agar Alloh bir qavmdan rozi bo'lsa, ana shu qavmning ishlarini ularning orasidagi eng yaxshilarini qo'liga topshirib qo'yadi. Agar Alloh bir qavmni yomon ko'rsa, ana shu qavmning ishlarini mana shu odamlarning ichidagi eng yomonlarni qo'liga topshirib qo'yadi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Man a'ana zoliman sallatahu Allohu alayhi." Kim bir zolimga yordam bersa, Alloh o'sha zolimni o'sha yordam berganning ustiga hukmron qilib qo'yadi. Mana shu hadisga ishonchingiz aniq bo'lsa, qattiq ishonsangiz, shunda zolimga yordam bermaysiz. Chunki u zolimni, zulmi birinchi bo'lib siz ustingizga tushadi. Qur'oni Karimda o'qiymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatini, hadislarini o'rganamiz. Kitob va sunnat Alloh taoloning vahiysi ekanligiga qanchalar ishonchimiz kuchli bo'lsa, itoat qilib amal qilishimiz ham shunga yarasha bo'ladi. Qaytaraman. Kitob va sunnat Allohning kalomi ekanligiga ishonchingiz qanchalar kuchli bo'lsa, ana shu kitob va sunnatga amal qilishingiz shunchalar kuchli bo'ladi. Aniq ishonasiz. Nimaga? Allohning bergan va'dasi bajarilmay qolishidan ko'ra, bu borlig'ini vayron bo'lib ketishi osonroq Alloh uchun. Innalloha la yuxliful mi'ad. Alloh hech qachon va'dasiga xilof qilmaydi. Aniq ishonasizmi? Faqat shunda qo'rqasiz, faqat shunda itoat qilasiz. Agar iymon degan narsani nima deb so'ralsa va ikki og'iz so'z bilan tushuntirib bering shu narsani desa, iymon Allohga bo'lgan ishonch desak mubolag'a bo'lmaydi. Demak, Allohga bo'lgan ishonchingiz qanchalar kuchli bo'lsa, iymoningiz ham shunchalar kuchli bo'ladi. Siz Qur'on Allohning kalomi ekanligiga aniq ishonasiz. Qur'on bergan xabarlarning haq ekanligiga aniq ishonasiz. Shuning uchun ham Allohdan sizni to'sadigan narsadan oson voz kecha olasiz. Boylikmi, mansabmi, hurmat, e'tibormi chekkaga surib qo'yasiz. Chunki bu narsani Alloh harom dedi, bu narsa seni ikki dunyoda vayron qiladi dedi, ishonasiz. Muammo nimada ekan?
Mana hozir shu mahallik qilyapsizlar, u yoqdan qissa o'tib o'tib aytayapmiz. "Ey, xor bo'lasan. Haligi har bitta qilgan ishing mana paymoni degan piyalangga tushayotgan tomchi. Bitta odamning dilini og'ritding, bitta odamning haqqini yeding, bitta odamni qo'rqitding, tomchi tushyapti, to'layapti deyapmiz. Bitta odamni xafa qilsang, bitta tomchi tushsa, bitta Allohning valisi bo'lgan odam bor. O'zi ham bilmaydi. Uni dilini og'ritsang bir qoshiq tushadi. Shu paymoning to'lgandan keyin to'kiladi, bitta ontariladi. Ishkalga kirasan desiz, ishonolmayapti-da. Aytaradi domla. Musulmon, mo'min insondan so'ra. Nimaga Allohga itoat qilasan? Seni bo'yinsunishlikka nima majbur qiladi? U aytadi, men ishonaman deydi. Allohning borligiga ishonaman. Uni yakkaligiga ishonaman. Meni mukofotlab, jazolab qo'yishga qodirligiga ishonaman. Qiyomatga ishonaman. Jannat, do'zaxga ishonaman. Birovga zulm qilsam, shu dunyoda o'zida menga jazo kelishiga aniq ishonaman. O'shuning uchun itoat qilaman Allohga deydi. Undan yana so'raysan, nima uchun ko'zingni tiyasan? Nimaga quloqingni, boshqa a'zolaringni tiyasan? U aytadi, men Allohga bog'langan bandaman. Agar shu a'zolarimni tiymasdan gunoh qilsam, Allohdan uzilib qolaman. Bunga ham ishonaman. O'shuning uchun uzilib qolishni xohlamasdan gunohlardan tiyilaman deydi. Modomiki bandani Allohga bo'lgan ishonchi bor ekan va ana shu ishonchi as-siqosi kuchli ekan, bunday banda har qanday Allohni norozi qiladigan narsadan osonlik bilan kecha oladi. Demak, mo'minning toatini siri ishonch ekan. As-siqo. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Was-siqatu kanzi." Ishonch mening xazinam. Payg'ambarimiz aytdilar, dunyodagi zohidlik, qo'lingdagi narsang sen uchun Allohning qo'lidagi narsadan ko'ra ishonchliroq bo'lmasligi. Alloh taolo o'zini mo'min, taqvoli bandasini tashab qo'ymaydi. Bu ishonch deyiladi. Alloh bunaqa bandasini o'zini holiga tashab qo'yganidan ko'ra, yordamsiz tashab qo'yganidan ko'ra, xor qilib qo'yganidan ko'ra, bu dunyoni zavolga uchrab ketishi Alloh uchun yengilroq. Subhanaka. Parvardigor, sen o'zingga do'st tutgan bandang xor bo'lmaydi. Sen o'zingga dushman tutgan banda aziz bo'lmaydi. Payg'ambarimizning sahobalarini qarang. Ochchilik edi, zaif edi, nochor edi, mazlum edi. Ammo ularning Robbilariga bo'lgan as-siqo, ishonchi chegarasi yo'q edi. Adi ibn Hotim Toyini hadisi. Bu kishi Toy qabilasining podshohi bo'lgan, sayyidi bo'lgan. Hotam Toyining o'g'li. U kishi Madinaga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan uchrashgani kelganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam podshoh bo'lganligi uchun unga bir xos e'tibor qildilar va oldiga o'tirib u bilan suhbatlashdilar. So'ngra aytdilar: "La'allaka ya Adi innama yamna'uka min ad-dukhuli fi hadha ad-din ma tara min hajati al-muslimin wa faqrihim." Ey Adi, ehtimol musulmonlarning faqirliklari va hojatlarini ko'pligi sizni bu dinga kirishdan to'sayotgandir. Kambag'alligini ko'rib turib bu dinga kirgisi kelmayaptimi? Vaholanki yaqinda ularga moli dunyo shu darajada oqib keladiki, ana shu molni olgani odam topilmay qoladi. Ey Adi, ehtimol musulmonlarning ozligi va dushmanlarining ko'pligi sizni bu dinga kirishdan to'sayotgandir. Vallohi shunday kunlar yaqinki, mana shu Baytullohni ziyorat qilish uchun bir ayol yolg'iz o'zi Qodisiyadan chiqib keladi, yo'lda hech kimdan xavotir bo'lmaydi. Ishonch shu darajada. Ey Adi, ehtimol mulk, saltanat boshqalarning qo'lida ekanligi sizni bu dinga kirishdan to'sayotgandir. Vaholanki tez kunlarda Bobil yeridagi oq qasrlar musulmonlar uchun fath bo'lganini va Kisroning xazinalari ularniki bo'lganini eshitasiz dedilar. Adi ibn Hotam Toyi Kisroning xazinalari-ya dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ha, Kisroning xazinalari dedilar.
Ana shunda Adi ibn Abi Hodam Toyi kalimani aytib musulmon bo'ldi. Birodar, aniq ishongan. Agar haromdan tiyilsang, farzni bajarsang, sunnatni mahkam ushlasang, ko'zingni, tilingni, boshqa a'zolaringni haromdan tiysang, doim taqvoga intilsang va shu holatingda davomiy yashasang, aniq ishon. Xuddi bahordan keyin yoz kelishiga ishonganingdek, kuzdan keyin qish kelishiga aniq ishonganingdek ishon. Tutun osmonga ko'tariladi, suv pastga oqadimi? Aniq ishonasanmi? Agar taqvoda turadigan bo'lsang, doimiy shu holatda bo'lsang, Alloh seni qo'llashligi ham mana shunday ishonchli narsa. Seni ko'taradi, aziz qiladi, ko'zingni quvontiradi. Chunki bu Allohning va'dasi, Muhammad alayhisalomning va'dasi. Allohning va'dasi esa haq. Allohning so'ziga bo'lgan ishonching seni iymoning. Seni iymoning, seni ishonching. Ota g'am qiladi. Ota-ona g'am qiladi. Qizim katta bo'lib qoldi, o'qitib qo'yay bir joyda. Eriga tekkandan keyin mabodo taloq qilsa, hali bergani yo'q. Niyatni qarang. Agar qizim o'qitib qo'ymasam, eriga tekkandan keyin eri taloq qilsa, ko'chada qolmasin, o'zini hunari bo'lsin, kasbi bo'lsin. Subhanalloh, hali qizini eriga bermay turib, uni taloq qilishini o'ylayapti. Allohga bo'lgan ishonchi shumi uni? Ha, qizingni Allohning toatida tarbiya qil, Allohni tanit, taqvoni o'rgat, soliha bo'lib yashasin. Nima? Agar shunday qilib katta qilsang, bir yaxshi kuyovni Alloh ro'baro qilmaydimi senga? Ishonmaysanmi Allohga? Zoya qiladi deb vahima qilasanmi? Mana shu Allohga bo'lgan ishonching. Odamlarning qilayotgan gunohlariga qarasangiz, buning asosiy sababi Allohga bo'lgan ishonchini zaif ekanligini ko'rasiz. Insonlarga tushkunlik, umidsizlikka nazar soladigan bo'lsangiz, buni ham sababi Allohga bo'lgan ishonchi zaif ekanligini ko'rasiz. Shu sababdan ular o'ziga o'xshagan bandalarning roziligini istab yuradi. Alloh norozi bo'ladigan bo'lsa ham. O'ziga o'xshagan ojiz bandani g'azabiga qolishdan qo'rqadi, garchi Alloh norozi bo'lsa ham. Allohning va'dasiga ishonchi zaif bo'lgan bandalar uni huzuridagi mukofot jazoga bo'lgan iymonning nochorligini ko'rasiz. Shuning uchun aytyapmiz-da, agar iymonni, ma'rifatni, taqvoni, amalni hammasini bitta so'ziga jamlasak, u so'z as-siqo, ishonch degan so'z bo'ladi. Shuning uchun payg'ambarimiz aytibdilar, "Vas-siqatu kanzi." Ishonch mening xazinamdir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Man kanatil axiratu hammahu, ja'alallohu ghinahu fi qalbihi va jama'a shamlahu va atathu dunya fa hiya raghima." Kim o'zining g'ami qilib oxiratni g'am qilsa, kimning oxirat g'ami bo'lsa, ya'ni eng birinchi g'ami oxirat bo'lsa, Alloh u odamning boyligini qalbiga joylab qo'yadi. Ishini jamlab qo'yadi. Dunyo oqib kelaveradi, fahiya rohima. Unga parvo qilmaydi. Kimning asosiy g'ami Allohni rozi qilishlik bo'lsa, qolgan g'amlariga Alloh kifoya qiladi. Boyligini qalbiga joylab qo'yadi, ishini jamlab qo'yadi, dunyo oqib kelaveradi, u parvo qilmaydi. Bo'pti, qo'yib qo'yaverga deydi. Endi muqobilini qarang. Va man kanatid dunya hammahu. Kimning g'ami dunyo bo'lsa, ey birodarlar, deyarli hammani g'ami shu bo'lib qolgan. Nima uchun? Allohga bo'lgan ishonchi zaifda. Kimning g'ami dunyo bo'lsa, Alloh uning faqirligini ikki ko'zining o'rtasiga yozib qo'yadi. Va farraqa shamlahu, ishini sochib qo'yadi. Hech ishi tugamaydi. Hech ishida tartib bo'lmaydi. Ishlayveradi. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qudira lahu. Ishlayveradi, ishi sochilgan bo'ladi, ishi tugamaydi, lekin rizqmi Alloh taqdir qilgandan oshchasi kelmaydi. Mana shu Rasulullohning mana shu hadisiga aniq ishonsangiz, hamma g'amda bitta chegaga surib turib, Allohni rozi qilish g'amini birinchi g'amingiz qilib olasiz.
Bu degani masjidga kirib yotib oladi degani emas. Tijoratini qiladi, hunarini qiladi, kasb-korini qiladi, sog'ligi uchun qilish kerak bo'lgan dietani qiladi, sport bilan shug'ullanadi. Sabablarda hammasini qiladi, lekin g'am qilmaydi uni qalbiga olib kirib. Mana shu dunyo matohini tashvishi kallamizda tursa, bu hisob-kitob deyiladi. Agar mana shu tashvishlar qalbga kirib qolsa, g'am bo'ladi. Alloh taolo aytayapti, qalbingda meni rozi qilishlik g'ami tursin, u dunyoda ishi matagi hisob-kitob bo'lsin. Tushunarlimi? Bizni shunaqa gapimizda domlalaringga qarasang deydi, Allohga tavakkal qil, o'tiraver deydi. Kim aytdi? Mo'min odam dunyoni ishini xuddi o'lmaydigandaqa, 1000 yil yashaydigandaqa ishlab qiladi. Pulni shunaqa katta topishga harakat qiladi. Uyni shunaqa zo'r soladi. Dunyoda xuddi o'lmaydigandaqa ishlab yashaydi. Lekin ibodatni hozir o'lib qoladigandaqa qiladi. Ikkalasi barobar turadi. Demak, dunyo tashvishlari hisob-kitob bo'ladi kallamizda tursa, agar mayqa tushsa, g'am bo'lib qoladi. Hamma g'amda bitta g'amga almashtiramiz. Allohni rozi qilishlik g'amiga, Alloh azza va jalla qolgan g'amlarimizga o'zi kifoya qiladi. Nafs tarbiyasi darslaridan birodarlar, as-siqo, ishonch martabasini kecha boshlagan edik, davom etamiz. Ulamolar ishonchning 3 ta martabasi borligini aytadi. Birinchisi Allohga topshirish, tafviz. Ikkinchisi Allohning qazosiga taslim bo'lish. Uchinchisi Allohga tavakkul qilish. Demak, tafviz, taslim va tavakkul. Bitta-bittadan ko'rib chiqamiz. Tafviz, ishingizni Allohga topshirishingiz. Masalan, sizni qandaydir bir kattaroq ishxonangiz bo'lsa, yuridik ishlarni bajarishga vaqtingiz, toqatingiz bo'lmasa, bir odamga o'zingizning nomingizdan doverенность yozib berasiz. Generalniy doverенность. Va bu odam endi sizning nomingizdan hamma ishlarni bajarib yurishi mumkin. Dogovor tuzadi, birovga pul va'da beradi, birovga bir narsani bir bajarishligini mas'uliyatini zimmasiga oladi. Demak, ana shu siz doverенность berayotgan odamga tamomiy ishonsangizgina unga shu doverенностьni bera olasiz. Tushunarlimi? Ishongan odamingizga bunday narsani topshira olasiz. Vakolat ishongan odamga beriladi. Muomaladagi asosiy narsa ham mana shu ishonch. Bir odam ikkinchi odamga mashina sotadi, inningga pulini beraman deydi, bo'ldi, olib ketavering deydi. Nimaga? Ishonsada, tanimagan odamga topshiradimi ishini? Yo'q. Endi birodarlar, eng ishonchli zot kim? Alloh subhanahu va taolomi? Sizni ishonchingizga Allohdan ko'ra loyiqroq biron bormi? Yo'q. Va ufawwidu amri ilalloh, innalloha basirun bil ibad. Men o'zimni ishimni Allohga topshirdim. Astagfirullah. Allohu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi wa man asdaqu minallohi haditha. Qarang. Yolg'iz Allohdan o'zga hech qanday iloh yo'qdir. U sizlarni hech shak shubhasiz qiyomat kunida to'playdi. Allohdan ko'ra rostgo'yroq kim bor? Ya'ni Allohdan ko'ra ishonchliroq kim bor? Bilasizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hali payg'ambar bo'lmaslaridan avval Quraysh orasida yashar ekanlar, laqablari As-Sodiq Al-Amin edilar. As-Sodiq, hech qachon yolg'on gapirmagan, doim rost gapirgan, Al-Amin, ishonchli. Allohdan ko'ra rostgo'yroq, Allohdan ko'ra ishonchliroq kim bor? Agar bizda iymon, ishonch martabasi bo'lsa, iymonimiz, ishonchimiz o'rnida bo'lsa, har qanaqa ishimizni Allohga topshiramiz. Va man awfa bi ahdihi minalloh. Allohdan ko'ra ahdiga vafodorroq kim bor? Qarang. Alloh taolo Qur'onda mana Fil surasida aytadi. Astagfirullah. Alam tara kayfa fa'ala robbuka bi ashabil fil. Robbingiz, Parvardigoringiz
fil egalariga qanday muomala qilganini ko'rmadingizmi deyapti. Biz ko'rdikmi? Muhammad alayhisalom ko'rdilarmi? Yo'q. Shu yerda alam tasma. Robbiz fil egalariga qanday muomala qilganini eshitmadingizmi desa to'g'riroq bo'lmasmidi? Qur'onda keldi, eshitdik, ha bo'pti. Tarix kitoblarga yozilibdi, Abrohani armiyasi Ka'bani buzaman deb kelganida fillar bilan Alloh taolo vayron qilgan edi. Demak, agar Alloh taolo ko'rdingizmi emas, eshitdingizmi deganda to'g'riroq bo'larmidi? Nima uchun Alloh taolo alam tasma, eshitmadingmi demadi, balki ko'rmadingmi dedi. Eshitdik, tarixda o'qidik, ma'qul bo'lar edi, ammo Alloh taolo ko'rmadingmi dedi. Ulamolar aytishadi, Ixbarullohi azza va jalla yaqinun ka yaqinil mushahada. Allohning bergan xabarlari aniq ishonchdir, xuddi ko'rilgan narsa ishonch bo'lganidek. Men fil egalarini vayron qildim dedimi? Alloh shunaqa ishonchli zotki, shunaqa rostgo'y zotki, Alloh shunaqa degandan keyin biz ko'rganimizdek ishonishimiz kerak. Muhammad alayhisalom shunday rostgo'yki, kim Alloh uchun bir narsani tark qilsa, Alloh unga zo'rroq narsani beradi desa, shunaqa qattiq ishonishimiz kerak. Bizda yo'qdi unaqa ishonch. Birni bersang Alloh 10 qilib qaytarib beradi. 700 qilib qaytarib beradi deb Alloh aytayapti, payg'ambar aytayapti. Shunda ikkilanyapmiz-da. Bo'larmikin? O'shuning uchun bo'lmayapti-da bizniki. Mana Ali roziyallohu anhuni qaranglar. Ali roziyallohu anhu bir dona onorni olib uyga kelyapti. Mashhur qissa. Bir dona onorni olib ketyapti. Yo'lda bir tilamchi kelib turib, Alloh uchun bir xayr qiling dedi. Endi Ali roziyallohu anhuning ishonchi aniq. Agar Alloh uchun bersa, Alloh 10 barobar qilib qaytarib berishiga. Biz bera olmaymiz biz. Chunki kecha aytdik-ku. Hadisda aytildi, o'zingni qo'lingda turgan narsaga bo'lgan ishonchingdan ko'ra, naq turgan pulingga ishonganingdan ko'ra, Allohning va'dasiga ko'proq ishonsang, haqiqiy tavakkulchi bo'lasan. Bir yil 5 tonna sulik ko'mirni tushirib qo'ydim. Katyolni zo'lini qo'ydim. Bir yil qishdan zo'r chiqaman. Aniqmi? Mo'sh otilib ketar katyoling. Mo'sh ko'mir yonmay qolar. Mo'sh yo'q. Siz olib qo'ygan ko'miringizni katyolga shu darajada ishonasizki, aniqda yaxshi chiqishingiz. Qayoqdan bilasiz? Meni deydi falon joyda akam bor dedi. Lyubo problemamni hal qilib beradi dedi. Alloh o'ziga kelmaydi. Allohga tavakkal deb turib akasiga bormaydi. Shu darajada ishonadiki, o'sha akasiga o'sha ish tushgan kuni qarasa akasi ishdan ketib qoldi-da. Ya akasi o'lib qoldi-da. Yo akasi ishga kelmay qoldi-da o'sha kuni. Ali roziyallohu anhu bir dona onorni tilamchiga berdi. Tavakkal ketdi. Uyiga keldi. Mashhur qissa. Qani onor? Ha, bir Alloh uchun bir so'radi, berdim. Fatima onamiz ham payg'ambarimizning qizi. Xo'p, yaxshi bo'pti deb turuvdi, eshik taqillab qoldi. Borib eshikni ochsa, bir odam qo'lida xolta bilan turibdi. Yarim soat o'tdi, yo 1 soat o'tdi. 1 yil o'tmadi. Bilasizlarmi? Ala inna awliya Allohi la xawfun alayhim va lahum yahzanun oyatini o'qiganmiz. Ogoh bo'linglar. Allohning valilari bor, Allohning do'stlari bor. Kim ular? Alladina amanu va kanu yattaqun. Ikkita sifati bor Allohning valisini. U vali havoda uchmaydi. Suvda suvda yurmaydi. Birdaniga yo'qolib paydo bo'lmaydi. Bizda qayli odam. Vali Allohning do'sti bo'lishda ikkita sharti bor. Iymon va taqvo. Allohga valiligingiz qancha yaqin bo'lsa, iymoningiz, taqvoingiz kuchaysa, valiligingiz yaqinroq bo'ladi Allohga. Allohga qancha yaqin bo'lsangiz, mukofotni kelishi ham tezlaydi sizga. Yaxshi ishingiz uchun. Jazoni kelishi ham tezlaydi xatoingiz uchun. Shuni yaxshilab tushunib olinglar. Payg'ambarimizning sahobalari 50 ta kamonchi Uhudda tushib ketdi. Xato qildi, jazosi razi keldi. Nima uchun? Ular valiyatda Allohning avliyolari edi. Xato keldi, darrov jazosini berdi. Endi valiylarga qilgan savob ishiga mukofot ham tezda keladi. Ali ibn Abi Talib valimi, vali emasmi?
Avliyoulloh ular. Payg'ambarimizning amakivachchasi, payg'ambarimizning eng kichkina sahobasi birinchi o'g'li iymonga kelgan. Rasulullohning kuyovi, Fatima Zahroning eri, Hasan va Husaynlarning otasi. Karomatni qarang. Endi bu avliyo bo'lgandan keyin qilgan bitta yaxshiligini mukofoti kelishi ham tez bo'ldi. Nima uchun tez bo'ldi? Nima bilan berdi? Ishonch bilan berdi. Haligi eshitadi turibdi odam taqillatib. Mana bu dedi xoltani ko'rsatib. Allohdan payg'ambarga keldi. Payg'ambardan sizga keldi dedi. Qo'liga berdi. Olib qarasa onor. To'xta dedi. Shuni to'kib sanadi. Bir xolta, sanasa 9 ta. Ishonchi shu darajadaki al-hasanatu bi ashri amsalha oyatini o'qiganda bitta hasanat 10 barobar qilib beriladi ajr deganiga ishonchi komilda. To'xta dedi. 9 ta yo'namayapti, biz 2 taga ham jon deymiz. 3 taga ham jon deymiz, do'ppimizni osmonga irg'itamiz. To'xta dedi. Allohdan payg'ambarga kelgani rostmi? Rost. Payg'ambardan menga kelgani rostmi? Rost. Unda yana bitta onor bo'lish kerak dedi. Haligi odam chiqarib berdi, sizni sinamoqchi edim deb. Qayoqdan bildingiz deganida, axir o'qimaganmisan? Al-hasanatu bi ashri amsalha. Bitta qilingan hasanat 10 barobar qilib beriladi degan. Endi tushunyapsizlarmi, nima uchun bizni qilgan yaxshiliklarimizni mukofoti kelish kechikadi? Chunki qilib turib qaytamikin. Demak, alam tara kayfa fa'ala robbuka bi ashabil fil dedi Alloh. Parvardigoringiz fil egalariga qanday muomala qilganini ko'rmadingizmi? Yo'q, biz ko'rmadik. Biz eshitdik, Alloh aytdi. Lekin Alloh aytgani biz ko'zimiz bilan ko'rgandan ko'ra ishonchliroq bo'ladi. Ma'qulmi? Qilingan bitta yaxshilikka 10 barobar mukofot beriladi dedimi? Ishonamiz. Qanchalar ishonchingiz qattiq bo'lsa, nima qilasiz? As-siqa, ishonch. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning keyingi hadisiga quloq tutamiz. Va yigitlar, bu darslarchi mana qalbimizda tag-tagida turgan muammolarni hal qiladi. Yuragimiz siqilib, qo'rqib, vahimaga tushamiz-ku, shunga o'xshagan qo'rquv chiqib ketadi. Aniq ishonasiz, Allohga tavakkal qilgan el na talqonni va na qalqonning g'amini yer. Payg'ambarimiz aytadilar, sallallohu alayhi vasallam, ma taraka abdun lillahi amron la yatrukuhu illa lillah illa awwadahu Allahu minhu ma huwa khayrun lahu minhu fi dinihi va dunya. Qarab ko'ring, hayotingizda shu bo'lganmi biror marta? Banda bir narsani Alloh uchun tark qilsa, Alloh unga tark qilgan narsasidan ko'ra dinida va dunyosida u uchun yaxshiroq bo'lgan narsani evaz qilib beradi. Alloh uchun tark qildingiz, qo'rqqaningizdan tark qilmadingiz. Bir zarardan qo'rqib tark qilmadingiz. Bir foydani o'ylab turib tark qilmadingiz. Tark qildingiz Alloh uchun. Agar Alloh uchun tark qilgan bo'lsangiz, aniq ishoning, Alloh sizga tark qilgan narsangizdan yaxshirog'ini beradi. Faqat u tark qilganingiz birovdan qo'rqqaningiz uchun emas. Bir narsadan mukofot umid qilganligingizdan emas. Bir zarardan qutulish uchun emas. Alloh uchun tark qiling. Ikkita aka-uka ota eshikda qolgan, bittasi chiqib ketish kerak. O'zi ikkalasining ham haqqi bor. Shunda uka aytadi: "Aka, sizni bolalaringiz ko'proq menikidan ko'ra. Meni bolalarim hali mayda. Sizga qolsin eshik" deydi. Hech qanday da'vo yo'q, sizga deb chiqib ketadi-da, Alloh unga, ukaga otaning eshigidan 2-3 barobar bo'lgan yaxshiroq narsani beradi. Guvohi bo'lganmisizlar shu narsani? Nima uchun tark qiluvdi u? Nima uchun tark qiluvdi? Akam mendan ko'ra bezbetroq, jizn chiqib ketaman demaydi. Undan ko'ra men chiqib ketay deb emas, Xudo uchun tark qiladi. O'shuning uchun so'radim-da, hayotingizni qarab ko'ring-da, biron narsani shunday qilib tark qilganmisiz Alloh uchun? Rasululloh aytibdilar, banda bir narsani Alloh uchun tark qilsa, bu yerdagi eng asosiy narsa Alloh uchun tark qilsa, Alloh unga mana shu tark qilgan narsasidan ko'ra dinida va dunyosida u uchun yaxshiroq bo'lgan narsani evaz qilib beradi.
Agar Rasulullohning mana shu so'ziga ishonchingiz komil bo'lsa, ine kecha olasiz bir narsadan. Ishonchingiz komil bo'lsa, Allohning toatiga iqbol qila olasiz. Shunda hamma narsa keladi. Va'dalar albatta ustingda haq bo'ladi. Misol, kerakmi? G'or egalari, Ashobul Kahf 309 yil g'orda uxlashdi. Nima uchun bunday bo'ldi? Chunki ular aniq ishonishgan edi. "Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu" degan edi Alloh. Kim Allohga tavakkul qilsa, bu odamning ishi Allohning qo'lida. Bular nimani tark qilishgan edi? Nimani Alloh uchun tark qilishgan edi? Bular saroydagi zodagonlarni, aristokratlarni, kiborlarni bolalari edi. Saroydagi huzur, halovatlik, kayf, safo hayotini tark qilishdi. Kim uchun? Alloh uchun. Mukofot qanaqa bo'ldi? Mo'jiza bo'lib 309 yil g'orda uxlab tirilishdi. Ularni qiynagan, ularni iymonli imtihonga solganlar o'lib ketganiga 300 yil oldi. O'shuning uchun tark qilish kerak Alloh uchun. Sahobalar Makka-i Mukarramani, tug'ilib o'sgan shaharini tashlab chiqib ketishdi. Madina Munavvaraga hijrat qilishdi. Alloh taolo nimani berdi ularga? Butun dunyoga ustozlarga aylantirib qo'ydimi? Hech kim tanimaydigan sahroyi, teze hidi kelib turgan, tuya hidi kelib turgan, o'qish yozishni bilmagan, kambag'al, nochor arablarni butun yer yuzidagi hamma xalqlarga ustoz qilib qo'ydimi? Kim deyaptilar Rasululloh? Alloh uchun bir narsani tark qilsa, Alloh unga tark qilgan narsasidan ko'ra yaxshirog'ini ato qiladi. Dinida ham, dunyosida ham. Allohning roziligi uchun hamma yo'g'ingizni sarf qilasiz, keyin hamma narsaga ega bo'lasiz. Yer yuzida bironta odam bormiki hozirda tushida o'g'lini so'yayotganini ko'rsin. Turib, o'g'lim, men sizni tushimda so'yayotganimni ko'rdim, nima qilaylik desa, bolasi aytsin, otajon, Alloh buyurgan ishni qiling. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Ibrohim alayhisalom tushida o'g'lini so'yayotganligini ko'rdi. 85 ga kirganda ko'rgan bir dona bolasi bor. Yoshi 100 ga yetib qolgan paytda 10-12 ga kirgan bolasini so'yayotganligini ko'rdi. Alloh uchun tark qildi shu farzandining muhabbatini. Nima bo'ldi? Alloh taolo mukofot berdimi? Pichoq kesdimi, tomog'iga qo'yib tortuvdi? Yo'q, orqasidan yana bitta Ishoq ismli o'g'ilni berdi. Tug'maydigan birinchi ayoli Sorani Alloh taolo tug'adigan qilib qo'ydi. Muammo nimada ekan? Nimada ekan muammo? Ishonchimiz zaifligida. Ibrohim alayhisalomning Allohning rahmatiga bo'lgan ishonchi komil edi. Ana shu buyrug'ini orqasida bitta hikmat borligiga ishonchi aniq edi. Buyrug'ini bajardi, natija qanaqa bo'lganligini hammamiz bilamiz. Endi zamonaviyroq misolga o'taylik. Mashinangizga o'tirdingiz, jildingiz, gazni bosdingiz, tezlayapti. 20 kilometr ko'rsatdi, tablo 40, 60, 100, 120, 150 ga chiqdi. 150 ga chiqqaniga ishonganligingiz uchun ro'lni ushlaysiz. Chart bo'lolmaysiz ikki tomonga, chunki chiqib ketasizda yo'ldan. Ana shu tablodagi 150 ga ishonganligingiz uchun ro'lni nima qilyapsiz? Aniq ishonasiz. Harom puldan voz kechsangiz, harom tijoratdan yuz o'girsangiz, Alloh uchun. Alloh sizni quruq qo'ymaydi. Aniq ishonsangiz, keyin tark qila olasiz. Seni iymoning ishonchingga barobar bo'ladi. Iymoning 5% mi? Ishonching ham 5% bo'ladi. Iymoning 20% mi? Ishonching ham 20% bo'ladi. Iymoning 80% mi? Ishonching ham 80% bo'ladi. Iymon darajangiz ko'tarilgani sari ishonch darajangiz ham ko'tarilib bo'ladi. Shunda iymoningiz ko'tarildi, ishonchingiz ham kuchaydi. Endi shu paytda sizni qilgan ishlaringizni odamlar tushunmaydi. Ko'pchilik odamning aqliga sig'maydigan ishlarni sizga buyursa, shart qilasiz va aniq ishonasiz. Alloh sizni tashab qo'ymaydi.
Allohni tanigan bir musulmon savdogar keladida, ana shu atrofidagi savdogarlarni urf-odatiga amal qilmaydi. Aytadiki, yo'q deydi, bu ishda deydi shubha bor deydi. Buni qilmayman deydi. Deydi atrofidagilar, hamma qiladi shunaqa deydi. Bunaqa qilmasang foyda qila olmaysan deydi. Bunaqa qilmasang katta foydadan qolib ketasan deydi. Pulingni muzlatib qo'yasan deydi. Aqling joyidami deydi. Haqiqatan bir qarasangiz, aqli bor odam shunaqa qiladimi? U musulmon savdogar aniq biladi, aniq ishonadi. Agar Allohga itoat qilib, Alloh aytgandaqa savdo qilsa, Alloh uni tashab qo'ymaydi. Hech qachon zoyi qilib qo'ymaydi. Bu odamlarda qilayotgan ishlari, odatlari Allohning hukmiga teskari kelib qoladi. Mana shu o'rinda mu'min boshqalardan ajralib qoladi. Hamma unday qil, bunday qilma, bunday qil, unday qilma desa ham, ularda gapga quloq solmaydi. Shu o'rinda bir misol. Shu Amerikada katta bir tijoratlar yurgizgan bir savdogar bilan bizdagi bir yigit o'tirib gaplashib qolgan. 3-4 ta savdogarlar. Endi o'sha Amerikada katta biznes, millionlagan dollarlari bor, dindor, Alloh tanigan odam. Haligi odam bilan gaplashib o'tirib, o'sha ukalar o'zlari aytib beruvdi. Biz endi bu dunyo miqyosida biznes qilayotgan odam bizga bir zo'r bir maslahatlarni beradi, zamonaviy ish yuritish uslublarini beradi, biznes yo'llarini o'rgatadi deb o'tirib, ruchkasini, daftarini qo'yib o'tiribdi. Bizga biznesda nimalarga e'tibor berishimiz kerak, maslahat bering deydi. Desa, haligi odamning aytgan birinchi gapi bu bolalarda aqlini o'chirib qo'yadi. Hech qachon bu narsani kutmagan bo'ladi u odamdan. Nima deydi? Aytadiki, avvalambor qilayotgan tijoratinglardan tushgan foydani bir qismiga Allohni sherik qilinglar deydi. Bu Amerikada, Yevropada, G'arbda biznes qilib yurgan odamdan boshqa narsani kutgan bo'lar. Mononga vложение qilinglar, kursga qaranglar, monon qilinglar, kriptovalyuta trading deyishini kutgan. Lekin bu odam aytganki, qiladigan ishingizlardan topgan foydani bir qismiga Allohni sherik qilinglar deydi. Ya'ni 100 so'm foyda topsanglar, 20 so'mi Allohniki deylar. Ajratinglar va o'sha 20% ajratib turib, ehson qilyapmiz demanglar. Bu Allohning haqqi deb ajratinglar. Shunda tijoratinglar zo'r ketadi deydi. Halol tijoratda shariat ko'rsatgan yo'l bilan qilib turib, tushgan foydani bir qismini Allohning haqqi deylar. Allohni sherik qilinglar deydi. O'sha 5%ni, 10%ni, 20%ni Allohning haqqi dedingizmi? Endi uni chiqarayotganda ehson qilyapman demang, sizniki emas endi u. Kimniki u? Allohniki. Demak, birodarlar, sizni ishonchingiz iymoningizga bog'liq bo'ladi. Iymoningiz qancha kuchaysa, ishonchingiz shuncha kuchayadi. Alloh azza va jalla ishonchi quvvatli bo'lgan mu'minlardan bo'lishimizga tavfiq bergan bo'lsin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.